Stomatologik mikroskop Soko Pro 800. Bu mikroskop endodontik amaliyotlar uchun, masalan, ildiz kanalarini davolash yoki jarrohlik jarayonlarida yuqori aniqlik talab qilinganida bu juda ham yaxshi tanlov hisoblanadi. Apoxromatik optik tizim tiniq va aniq tasvir beradi. 5 bosqichli kattalashtirish, kamera ulash imkoniyati, video darsliklarni yozish va keyslarni rasmga olib yig'ib borish uchun qulay hisoblanadi. Ish masofasi, fokus oralig'i 200 mm dan 415 mm gacha. LED yoritish tizimi turli yorug'lik rejimlarida ishlaydi va maxsus oq, yashil va sariq filtrlari mavjud. Qulay ish masofasi, okulyar burchagini moslash imkoniyati va egiluvchan montaj tizimi shifokor bo'yin va beliga zo'riqishsiz ishlash uchun muhim. Ustanovka, dastavka xizmatlari va 2 yilgacha kafolat beriladi. Yana ham ko'proq ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.